Assalomu alaykum. Mana bizda yangi chechaklar bor. Kimga kerak? Qo'lingizni siqmang, cho'qiydi. Hamda ular 7 dona qoldi. Donasi 60 mingdan. Chunki bular o'ta ham ushqoq, ba'zi birlar ham ushib qolaveradi. Ular zoti Greenfordmidi, Grantmidi degan do'stlardakan o'ta ham kuchli. Istalgan dakanni bir deganda 2 ayirib qo'yadi. Kimga kerak bo'lsa, manzillarda kommentariyaga yozib qo'yaman kerak bo'lsa. Hamda sizlarga kerak bo'lsa, yana quyonlarimiz ham bor. Mana quyon. U ham zotdor. Uning esa bolalari mana tez katta bo'ladi. Yaqinda tug'ilgan. Endi 2 kunlikmi, 3 kunlikmi bo'lib qoldi. To'xtamasdan o'tiydi. Kuniga bunaqa yetakdan bir yetakni 2ga bo'lib solamiz, yarmi bunga, yarmi bularga. Shu kechacha qolmaydi. Itga bir yetak, kechaga bir yetak beramiz. Shundan babi ovqat deydi. Hozir bunaqa yetakdan yarim yetak solib qo'yganman. Hali ham ovqat deyapti. Men bizga kecha solgandik, endi yeyapti. Bu bolalar yomon. Sekund yeb tashlaydi. Kimga kerak bo'lsa, kommentariyaga sotib olaman deb yozsangizlar, manzilini aytib qo'yaman yoki yozibman. Kimga kerak bo'lsa, mana shunday quyonlar, quyonchalar, keyin esa dakanchalar bor. Kimga kerak bo'lsa, kommentariyaga yozsin.